Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçlər. Reallığımızın nəzər proqramımızın 5-ci saniyyə görüşmərinə qızğın qarşıladığımız mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürmənlərimiz, 2 həftədə bir davamlaşdırmaqçı olub başlayan proqramımız yenə yeni bir tema bilan huzurunuzda bolayotudu. İnşallah biz proqramımızın ən başlanışı degəndək millətimiz içində oңuşılışı kerak bolğan, həll qılınışı kerak bolğan məsələləri programımızın daimlik mehmini hemmimiz tunuşluq bolğan vətən içində bolsun və ki muhacirətdə bugün xalqımız onun meyvelik nurgun əsərlərdən, fəaliyyətlərdən faydalanıb gəlib atqan hörmətlik Abdurrahim Dövlət Əpəndi Səlcuq Üniversitesi Tarix fənləri doktoranti və yazğıcı Abdurrahim Dövlət Əpəndi qatnaşıb gəlib atdı proqramımızğa. Bugün həm təklif qıldıq. Aradan əlbəttə bir iki həftə proqramımızı davamlaşdıramaya qaldıq. Bəzi bir səbəblər tüpəyli. Aldı bilən proqramımızın daimlik mehmini Abdurrahim Dövlət Əpəndini ziyaretimizi qəbul qılğanlıq üçün köpdən köp rəhmət eytim aldı bilən. Rəhmət sizə. Sizə köp rəhmət müştəq fürsətmi yaradılğanlıqla. Allah razı olsun. Qadirlik görürmənlərimiz proqramımız Naq Meydan'da daxil oldu. Facebook, YouTube arqılıq proqramımızға alaqadar arqandaq fikir təklif, suallarına bolsa yollaşınlarını ümid qılımız. Şunaqla köplügən qeyrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşuna həm unutmağızlar. Əmrət biz tünügün elanımızda bəgəndək, əlbəttə bundan burunqı hər bölümdə bir tema tutub gəldik. Bugün inşallah yaşlar haqqında oyulmuş deyən tema qoyduq hamda. Həmmimizə məlum ki, yaşlar bir millətinin ki umur tutqusu desək, o millətini qət kötəgüzüdüğən yoki gülləndirdiğən və yoki məsəl dəl əksi onu düşürüb ötüdüğən, onu yer bilən yeksan qıldığın şu millətinin ki yaşlarının ki sapasığı görə bulunan gəpəmdi. Kəlgüsünün ümitləri şu yaş ösmürlərimiz. Əlbəttə bundan burunqı proqramıdır mı? Ösmürlər, pərzənd tərbiyəsi, ana til bu məsələdə toxtaldıq. Bugün bu məsələdə haqqında bir oyunluş qılıb vaxtımız qısqı bolğan bolsa söhbət elib barayılıb oturubdumuz. Əlbəttə dinimiz mi? Həmmimizə məlum ki, yaşlarga şunçilik əhmiyyət bərgən və bu yaşlıqның ki qiyamət gün Allah Subhanahu wa Taala şu hər qandaq bir bəndinin ki töt xil nərsini soralmay turub ərgiz başqa yoqqa ketənməydi degan bir hadis, məşhur bir hadis var. Şu hadisdə mi o ömrünü nimige ötküzdü, ömrü haqqında, insanın ömrü haqqında ve şu ömrünü nimige ötküzdü, bunun sual sorak kılınmay turub dep bulup, onun keyin yaşlıqını nime bilen ötküzgenligi haqqında mı soruldu dep ayrım tilgi elinişimi bu hakikaten yaşlıqның ki qancha muhim ekanligini ko'rsatish kerak har bir musulmonga. Shunaqla Peygamberimizning ki şu yaşlık hayatını qadrlagan, buni muvaffaqiyatli shaklda hech qanday isrof qilmasdan o'tkazgan, Allohga taqvodorlik bilan o'tkazgan 7 turli qiyomat kuni Allohning arshi soyasida bo'lgan kishini sanab kelibmi, ya'ni yoshlarni sanaydi. Shuning birisininki Allohning itoatida o'sgan yosh deb ta'riflaydi payg'ambarimiz. Demak, shunda nurg'unlagan agar keltirsak nurg'unlagan hadislar bor. Shunda bir muhim bir tema, nuqta bu. Bugün müşahide biraz toxtlayıl deb oturubduq. Aldı bilen biz hürmetlik Abdurrahim Dövlət Əpəndi məndə şu bir cəmiyyətdə yaşlarının rolü nime üçün muhim degan şu sualdan kirsək ondan olsa. Qılın rəhmət. Assalamu alaykum barliq qarindoshlar. Avval sizlarga Allohning salomini yollayman. Biz bu sualni hazır siz tilg'ilib ketgan shu hadisni azroq bir aslidan boshlaylik deb o'ylayman. Siz degandek bu hadisda 4 xil narsa tilg'ilangan. Ya'ni bir odam o'zining hayotini nimalarga sarf qilganligidan, andan keyin yoshligini nimalarga sarf qilganligidan, topgan boyligini nimalarga sarf qilganligidan va o'rgangan ilmini nimalarga ishlatganligidan iborat o'sha 4 narsadan so'ralmay turib, boshqa hech qanday ish boshlanmaydi degan. Bunun içinde bizim dikkatimizi tartışma tegişlik ki, hem de hemmisine ait muhim olsun mu? Bir de hayatının bir soruludu, ondan da yaşlıkın yani bir soruludu diyen bir narsa. Aslında yaşlı umumi hayatlıktan bir cereyanı, yani bir kısmı. Umumi bir insanın hayatlığı nispeten fakat bir kısmından ibaret.
Mesela bizim hayatımız, boğaklıkımız, balalık devrimiz, gödeklik devrimiz, bağlılık devrimiz, yaşlılığımız, o'rta yaş ve qarilik deganga o'xshash 6-7 bosqichdan tuzildi. Bu hadisda boshqa hech qaysisining tilga ilinmay, faqat yoshlikning alohida tilga ilinganligi insonning umumiy hayotiga nisbatan yoki bir insonning hayotining muvaffaqiyatlik hisoblanmasligida umrining oxirida uning belgilaguvchi bosqichning yoshlik ekanligini ko'rsatib berdi deb o'ylayman. Unda da umumiy inson hayotiga nisbatan bu yoshlik nimadan darak beradi? Mening qarashimcha, biz qanday shunday o'ylab qolgan bo'lsak, nima deb bilalaymiz? Yoshlik keyingi hayotga nisbatan, ya'ni insonning haqiqiy bir hayotiga nisbatan bir tayyorlik bosqichidan iborat. Shu tayyorlik bosqichi bo'lganligi uchun yoshlikning qimmati favqulodda muhim. Agar yoshlikdan iborat bu oltin bosqichda sizning tayyorligingiz puxta bo'lmasa, ya'ni yoshlikdan keyingi vazifalarga nisbatan sizning tayyorligingiz puxta bo'lmasa, hozirligingiz chala bo'lib qolsa, vaqtda siz keyingi hayotingiz balki barakatsiz, unumsiz, natijasiz bir mag'lubiyatga hayot bo'lishi mumkin. Shunga menimcha yoshlik tayyorlik bosqichi bo'lganligi uchun shu favqulodda muhim deb o'ylayman. Endi nimalarga tayyorlik qilamiz? Buni biroz ochinglar endi. Nimalarga tayyorlik qilamiz? Yoki yoshlikda bir odam nimaga tayyorlik qildi? Men o'ylab boqib buni 3 nuqtaga yig'inchoqlab boqdim. Birisi, eng aqallisi deyiladi, shaxsiy nuqtadan aytgan vaqtda bir odam o'zining yoshligida ma'lum iqtidor hozirlash orqali, masalan, maktabda o'qib ma'lum bir kasbni egallash orqali yoki ma'lum bir hunarni o'rganish orqali, agar maktabda o'qimay qolsa, orqali o'zining shaxsiy turmushini qamdashga tayyorlik qildi. Ya'ni shu hunarni o'rgangandan keyin boshqalarning qo'liga qarab qolmay, bir oilani boqquchilik bir iqtidorga ega bo'lish uchun buni o'rganadi. Ya'ni oilasining tayyorligi. Boshqacha aytganda, bir oilani boshqaruvchilik, uning moddiy kafolatini yarataligichilik bir iqtidorga ega bo'lish va mushuning hozirligini qilish. Menimcha bu birinchi tayyorlik. Endi ikkinchisi, endi bir inson yoki bir yosh nuqul o'zining shaxsiy hayoti bilan o'tib qolsa olmaydi. Tarixning har qanday bosqichida shunday. Balki navbatda bugungi kunda Uyg'ur yoshlari uchun o'zini xalqib yashash balki eng kuchli talab qilingan bir ish bo'lishi mumkin. Agar biz o'zimizning mustaqil davlatda, o'zimizning erkinligi qo'limizda bo'lgan bo'lsa, balki yoshlarimizning ma'lum ishlarni tanlashida ozgina erkinlik yoki xohlagancha ixtiyoriylik bo'lishi mumkin. Chunki u nurg'un masalalarni davlat hal qilganligi uchun. Ammo biz o'zimizning erkinligini qo'lga keltirish uchun, o'zimizning davlatini qayta qurish uchun kurash qilayotgan bir millatning yoshlari bo'lish sifatimiz bilan biz o'zimizning hayotida nuqul o'zimizning uchiga ham o't qalay olasak, o'zimizning qozonini qaynata olasak, kifoya qilgan bunda yoshlardan bo'lib qolsak, biz tarixning la'nat turiga mixlanamiz. Bizning yoshlarimiz shunday oldi. Shunlashqa men oilamga yaxshi, xotinimning yaxshi eri bo'ldim, balamning yaxshi dadasi bo'ldim debla o'zimizni xili yomon emas deb o'ylab qolsak, hozirgi yoshlar nayt xato bo'ldi. Bu xuddi sen uyingga o't ketsa, uyingni tashlab ketib, boshqa yerga uy qurib olib, o't ketgan uying bilan faqat qaring olmagan bir odamga o'xshaysiz. Bunda odamlar albatta biz nayt yaxshi islo odam deyolmaymiz. Shunlashqa ikkinchi tayyorlik nima desa, bular Uyg'ur yoshlariga nisbatan o'zini ataydigan ma'lum bir g'oya, hozir bizning da'voyimizga nisbatan o'zini hozirlashi lozim. Bu da'vo mening qanday odam bo'lishimni talab qildi. Mening qanday to'piqishimni talab qildi. Men o'zimni qaysi iqtidorni hozirlasam, qanday tayyorlik qilsam, bu da'voyim uchun bir foydali ish qila olaman deganni bir yosh so'rashi lozim. Mushuni qilish lozim. Xo'sh. Agar tayyorliksiz holatda kelgusida bir da'vo qo'shilgan vaqtda garchiligi qo'shilmaganga qaraganda yaxshi bo'lganda qilgan bilan, ammo o'zimizni mayli psixik safa,
amaliy iqtidor, bilim, safa jihati yetishtirmay qatnashganimizdan, yetishtirib qatnashganimizning orasida natija e'tiborini aytganda osmon zamin farq bo'lgan. Xo'sh. Payg'ambar alayhissalomning eng dastlabki da'vat bosqichiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimizning yendiki nihoyat muhim bir qancha odam nihoyat yosh bolalar. Masalan, payg'ambarimizning da'vatni yanada boshlab, 1 yil, 2 yil bo'lmasda o'zining yani Bani Hashim jamiyatini hammani to'liq yig'ib, Abu Lahabdan boshlab Abu Talib, Hamzalarga qadar men o'shanda Alloh tarafidan da'vatilgan bir payg'ambar, bu yo'lda meni qo'llaydigan, men bilan birga mangadigan kim bor degan vaqtda ya Rasululloh men bor deb biraydan qo'l ko'tardi. U kim? Ali roziyallohu anhu. Yani Ali ibn Abu Talib. O vaqtda Ali roziyallohu anhu endi 17-18larga kelgan bir yosh yigit. Xo'sh. Shu vaqtda cho'ng tog'alari, urug' tuqqanlari hammasi un chiqmay, dimi ichib tushib ketgan vaqtda shu yosh yigit o'rnidan turib, maydasiga mushlaydi. Men bor. İkinci qatim yig'ilgan vaqtda yana o'xshash Ali roziyallohu anhu mana mushu jasoratlik ifodasini doim bildirib turdi. Uningdan boshqa payg'ambarimizning yendiki Alining inisi Ja'far ibn Abu Talib, u uningdan kichik umri yosh yigit. Sa'id ibn Zayd, umri yosh yigit, hamda 20larga borgan. Masalan, hammamiz Arqamni bilamiz, Abu Arqam. U hamda to'y qilgan bir yigit. Shu vaqtda Osmon roziyallohu anhu hamda 20larga yaqinlashgan, 20dan hamda oshgan bir yigit. Said ibn Abu Waqqasmi bir yigit. Ya'ni payg'ambarimizning yanında uning da'vatiga destek bo'lgan, turuk bo'lgan, energiya, kuch bo'lganlarning mutlaq ko'pi yoshlardan iborat. Xo'sh. Demak, shu yoshlarning kuchi bilan kelgusida keyin bu da'vo, ya'ni bu da'vat qanchalik zafar quchqonligini biz hammamiz ko'ra olamiz. Shunlashqalik yoshlikni xulosalasam, birisi o'zingizning shaxsiy hayoti uchun tayyorlik bo'lsa, ikkinchisi o'zingizdan hal qilgan ijtimoiy, milliy, diniy hayotingiz yoki inqilobiy hayotingizning bir tayyorligi. Mushu tayyorlikni siz yoshlikda qanchalik yaxshi qila olasangiz, o'zingizni ulug' armon g'oyalar uchun qancha yaxshi tayyorlay olasangiz, kelgusida bu dunyoda emas, u dunyoda sizning maqomingiz texim yuksak bo'ladi deganlik. Xo'sh. Bir inson uchun armon bo'lsa yetarli emas. Arzu, armon biz uchun cheklimisiz bir bo'shliq. Yani biz xohlagancha arzu qila olamiz. Masalan, biz 7 qat osmonning ustida uchsam deb arzu qila olamiz. Yani bizning armonimizning cheki yo'q. Ammo darmonimizning cheki bor. Şu armonlarimizning darmon asosini soladigan bosqichimiz neden yoshligimiz. Endi cemiyetshunoslik nuqtasini aytgan vaqtimizda odatda ma'lum bir millat, davlatning gullanishida shu jamiyatdagi yosh nupusning oz ko'pligi favqulodda muhim bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. Men bir maqola o'qigandim bir vaqtda, hozir maqolaning ismi esimda yo'q. Tarixdan bu yanqi har qaysi millatlarning tarixida maydonga kelgan cho'ng gullanish harakatlari bor. İnqiloblar, qo'zg'olonlar, medeniyet cihetdeki uyg'unish deganlarning ko'pinchisi dal shu davlat yoki shu millatning umumiy nupus tarkibida yoshlarning nupusining zo'r ko'p sonni egallaydigan bir bosqichda yuz bergan deb shu xulosani chiqargan. Shu ma'lum bir davlat har doim o'zining nupus qatlamida qirilishib ketishining bir kelgusiga nisbatan bir xatarlik yoshurun tahdid omili ekanligini tilga oladi. Mushu nuqtani aytgan vaqtda bir millat, bir jamiyatda yoshlarning ularning kelgusini belgilashdagi rolining ne kadar ochqishlik ekanligini menimcha mushuni ko'ralaymiz deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Endi umumiy jamiyatni agar biz bir odamga o'xshatsak, chunki bu jamiyatni odamga o'xshatib tahlil qilish jamiyatshunoslik paydo bo'lgandan boshlab to'liq qo'llaniladigan bir usul. Mening qarashimcha, agar bir jamiyatni bir odam desak, bu odamning vujudidagi energiya dal yoshlardan iborat. Cho'nglar bu odamning mingisi. Bu minga
bu energiyani yaxshi nishonga yetakleyalasa, anadaki bu adam haqiqiy sağlam adam bo'lishi, o'zining ko'zlagan maqsadiga yeta olishi mumkin. Agar bu meni bilan energiyaning orasi uzilib ketgan vaqtda, gerçi bu energiya bedende mevcut bo'lsa-mu, ammo bu energiya yaxshi yetaklanmaganligi uchun aksichi natijaga erishib qolishimiz mumkin. Bu xuddi biz her vaqt uyg'onishning gibi qilgan vaqtimizda uyg'ondik debla ba'zi hareketlerimizin aldığı keynini mo'ljallayolmaslik, to'g'ri yoki xatosini, uning bizga zodi foydali yoki emasligini mo'ljallamaslikla nihoyatda xato hareketlarni qilib tashlaymiz. Bu millatning kurash tarixida agar mushu energiya nihoyatda tajribalik pishqan cho'nglar tarafidan yetaklanmasa, amaliyotda keyin o'zimizni halok qiladigan bir narsaga aylanib qolish ehtimoli bor. Men buni bizning Uyg'ur jamiyatida, Uyg'ur tariximizda yuz bergan ishlardan biri deb o'ylayman. Masalan, men buni doim bunda o'qishdim. Bu energiya xuddi tog'larga to'plangan qor muzlardan erigan suvga o'xshaydi. Bu shu tog'da saqlanib turadi. Ya'ni her vaqt tog'dan eqib kelib bizning qajrab ketgan tuzlanlarimiz, etizlarimiz, cho'llarimizni sug'urish imkoniyati bor. Hamda agar jamiyatdagi aqllar, ya'ni jamiyatning minisi bo'lgan kishilar eng avval etizliklarimizni barpo qilmasak, eriq o'stanlarimizni yaxshi qazmasak, bu vaqtda bu ekin eqib kelgan vaqtda biz asli o'stanlarimiz, eriqlarimiz yaxshi qizilmaganligi uchun, etizlarimiz uchun vaqtda bu energiya udul çöllerge kirip u yerga singib ketishi mumkin. Hatta o'zimizning etizlarimizni vayron qilib o'tishi mumkin. O vaqtda biz o'zimiz zoriqib kutgan bir suvning ostida qilishimiz mumkin. Bu xil tarafini o'ylash lozim. Cho'nglashqiliq. Bu yoshlardan iborat bu energiya bilan cho'nglardan iborat bu aqlning ikkisini bog'layolmasak, o vaqtda biraz ko'ngilsiz natijalarga erishib qolamiz deb o'ylayman. Rahmat. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Hakikaten söylediğinizde hem de nurgulluğun yaxşı misallar bilen düşündürdünüz. Allah razı olsun. Hem de muhaciretteki bu yukarıdakilerge asasen muhaciretteki yaşlarımız qaysi ahvalda desek hem. Vatan ruhu albatta bundan burun şunçu valla zulüm astıda turup, yani şunçilik ruhluk, şunçilik iradelik, nurgun işlerini muvaffaqiyat kazangan yaşlarımızı köp kerat. Elbette chet eldimi ba nurgun faxrlandigan yaşlarımız. Ama ahirki yıllarda buncha valla zulüm, ailden ayrılış, muşunda meselelerini elbette siz yakından gözetdiniz. Muhaciretki yaşlarımız qaysi ahvalda? Endi biz bu meselede asli bu bir cemiyetşünaslıktan bir tədqiqat teamisi. Asli bizden chet eldeki ilim adamlarımızdan bazıları məxsus muhaciretki Uyghur yaşları hakkında ilmi tədqiqatlarını yazışı, tayarlaşı lazım, sonuç lazım. Sonuçta ben fakat üzerine küzetken ham xulosalarını sizlerle ortaklaşına. Bu ona bir sallaq məlumatqa, miqdarga tayangan, bir ilmi analiz qilingan bir ilmi tədqiqat deyish to'g'ri emas. Bekroq subyektiv tushunchani eg'ir besib ketishi bek o'lik olmasligi mumkin shu avom. Endi men kuzatgan umumiy ahvolda umumiy jihatdan bizning yoshlarimizni chet eldida ikkiga bo'lish mumkin. Birisi oliy maktabda o'qiyotgan yoshlar. Oliy maktabda o'qiyotgan yoshlarning xilala bu Türkiye'deki xila zor bir kısmının ata-anası vatanda. Yani ata-anasız okuyatkan balla. Hoş. İkincisi ata-anası müşehir boğan, ya ki anası mı yani, ya ki anası vatanda kalkan bolsa dadısı bu yerde. Toluksuz otur mektepte okuyatkan balla. Yani ali mektepte okuyatkan ballaların yaş cihette bir evlat küçük balla. Endi bularning umumiy ahvoliga hamda maliki g'arib davlatlarni tushunib ketmagan yoki unga munosabatlik biz qo'limizda ma'lumot bo'lmaganligi uchun bir narsa demayman. Ammo Turkiyadagi yoshlarning umumiy ahvoliga qaraydigan bo'lsak,
bir taraftan adamni ümitlendirdi. Yani bir taraftan adam sal ko'ngli yerim bo'lib qoldi. Ümitlendirdigan tarafı yaqinqi bir ikki yilning ichida shu maktabdan yaxshi o'qigan va ota-onalarni tarbiyasini chiqqan ba'zi bolalar Türkiye'deki kadar nuhtuluq pen to'liq o'ttir maktablariga kira oladi. Masalan, shu to'liq o'ttir maktabga kirish imtihoni var Türkiye'de, LGS deydigan. Shuningdan 470 dan ortiq numar olib, yaxshi to'liq o'ttir maktablarga kirgan bir qancha bola bor. Bu bizni suyundirdi. Çünkü bu Türkiye'deki Türk o'quvchilarga nisbatan bu imtihonda 450 dan yuqori olish favqulodda bir natija. Uni biladiganlar biladi. Ballarımızı şununla tayyorlik qildirayotganlar bu imtihonning qanchalik qiyinligini Türkler uchun ballarning o'qish hayotidagi g'oyat zo'r bir natija ekanligini biz ko'ralaymiz. Bu shunda bir qancha muhim to'liq o'ttir maktablarga kirgan bolalar bor. Bu bizning ko'nglimizni bir jihatni xush qildi. Ammo son jihatni nisbatlashtirgan vaqtimizda bu xil bolalar onda ko'p emas. Masalan, ben o'tganda egallagan bir ma'lumotda to'liq o'ttirda o'qiyotgan, to'liq o'ttir emas, oliy maktabda o'qiyotgan Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilar 2000 dan sal ortiq, 2100 atrofida deyilyapti. Agar biz shu sonni agar to'liq o'ttir, to'liqsizlikda qanchalik desak, menimcha 1-2000 bola bor. Masalan, biz 1,5 atrofida bola bor desak, 1,5 atrofidagi boladan nuhtuluq maktablarda o'qiyotgan bolalarning soni 1%ga bormaydi. Bu shu nuqtani aytgan vaqtimizda bu ahvol ko'ngilni biroz yerim qildi. Balki mayli biz e'tirof qilmayli. Maktabning yaxshisida o'qimaslik yoki o'qiy olish yoki o'qiy olmaslik bolalarning keyingi ma'rif istiqbolini belgilaydigan muhim omil. Mayli Turkiyada, mayli Amerikada, mayli Kanadada, mayli har qanday davlatda to'liq o'tirmak ma'rif qaraydigan bo'lsa, endi to'liq o'ttir maktablar ko'pincha kelgusidagi eng yaxshi nuqtali oliy maktablarga kiradigan o'quvchilarni yetishtiradigan bazalar. Türkiye'nin en aldığın Katar'daki üniversitelere kirdiğin okuvchilarning bu köpü del aşı alayda Türkçe fen lisesi deb qo'yilgan, yani fen to'liq o'ttir maktablardan keladi. Yani onun zor bir kısmı şahsi maktablardan keladi. Şunlaşqa Türkiye'de yaşayotgan Uyg'ur ota-onalarning bu meselenin qanday maktabda o'qisa bo'laverdi deydigan bir xil bexudlik pozitsiyasidan qutulib, maktabni chuqur yaxshisida o'qitishga alohida kuchishi lozim. Bu bir qo'shimcha tavsiya. Shu oliy maktabda o'qigan yosh bolalarning oliy maktabdagi natijasiga qarab boqadigan bo'lsakmi, favqulodda voy paloni dаңlıq oliy maktabdan ait muhim bir kasbiga o'tibdi deganni biz bak az uchratdik. Yani bunda bolalarimiz emas. Yani bolalarimiz maktablarda yeterlik yaxshi o'qimayotdi deyishga bo'ldi. Yanada kelgan vaqtda Türkiye ma'rifini to'liq tushunmaganligimiz uchun nurg'un ota-onalar bolalarimiz bu Turkiyaning maktabida ait yaxshi o'qiydi ekan, Türk bolalardan bak biladigan bizning bolalar deb nurg'un ota-onalarning og'zidan bu gapni aytdi, moda oldu. Endi keyinchalik qarab baqdik, yani bir necha yil o'tgandan keyin unda emasligini ota-onalar his qilyapti. Yani biz o'ylagandak bizning bolalarimizning yaxshi o'qib ketayotganligining amaliyotda biz o'ylagandek emasligini biz his qilyapmiz. To'liqsiz o'ttir maktab, bo'lib boshlang'ich to'liqsiz o'ttir maktablarda bolalarning natijalarining bolalarning haqiqiy iqtidorini sinamaydiganligini biz to'liq bilmaymiz. Masalan, to'liqsizlikka bir ota-ona agar bolasi maktabdan taqatgan natijasini kelgan vaqtda taqdir akepti, tashakkur akepti degan vaqtda taqdirning nimadan derak berganligini, tashakkurning nimadan derak berganligini nurg'un ota-onalar hozir qadar bilmaydi. Chunki tashakkur desa, tashakkur rahmat degan gap qo'yadi. Demak, rahmat kelishgandan keyin bolam yaxshi o'qibdi deb o'ylab qoldi. Amaliyotda unday emas. Mushu
umumiy mushu natijalarga qarab baksak maktab natijaligi. Andan keyin oliy maktabda o'qiyotgan bolalar davoyimiz uchun qanchalik aktiv ishtirok qilyapti. Yoki qancha % yosh Turkiyadagi Sharq Turkiston yoki Uyg'ur davosi uchun xizmat qilyapti, shuning uchun o'zini tayyorlayapti. Deb agar bunda bir statistik qilish to'g'ri kelsa-mu, yana nisbatning oz ekanligini ko'ra olamiz. To'rtinchi jihatdan oxirida qo'lga keltirilgan qanday ilmiy natijalar bor. Masalan, yozgan qanday asar bor. İcat qilgan qanday bir texnikalik yangilik bor. Yoki loyihalagan qanday san'at asarlar bor. Yoki yoshlar ishlagan qanday filmlar bor. Yozgan qanday maqolalar bor. Tarjima qilgan maqola kitobda qanchalik deb biz natija sanab baxsaqmi, qo'limiz eshib qoladi. Qayerga qarasak, yoshlarning ichida bir ish qilsalaydi desak, tuzuk odam topolmayapmiz deydigan bir qaqshashni ko'ryapmiz. Şu bu noktada umumiy yoshlar haqidagi biz sizgan bu resim, belki men sizgan bu resim, unchalar umid var bir resim emas. Çünkü bu jihatda ota-onalarla emas, şu barliq dava beshidagi ustozlar, ziyolilar, o'limalar, tashkilotlarning bu masalada favqulodda muhim vazifasi va mas'uliyati bor. Xo'sh, xo'sh. Bu haqda düşünsek sizler. Çok rahmet. Hem de hakikaten hem de programımızın ismi reallıqımızga nazar. Hem de elbette devamlıq bizni hoş kıldığan, bizni söyündürdüğün meselelerden paranlaşamayız. Elbette özümüzdeki bir kesellerge, nuqsallıqlarga bir qarab çıkıp, samimilik bilen onu tüzütüş, kimlerge mesuliyet düşüdüğanlıqını eskertiş üçün, esletiş üçün başladık programımız elbette. Suyunduğanlarımız söylep ötkenlerdek ulanın texinmek köp yiyişine inşallah ümit kılımız. Hem de Türkiye'de mi asaslık biz müşahede yaşavatkan boğan dikin müşahedeki köp etrafımızdaki yaşlarına ahvalı qarab yoki davamlıq anlap duruvatkan işler qarab durup munayiz kıldikimiz bu işlerden de. İstanbul'da yoki Türkiye'nin umumi Türkiye'de nurgulluğan yaşlarımız ata-analarından ayrılıp farklı devletlerden kep yerleşken buldu ahırda. Hem de şu ahırki küllerde yaşlarımızdaki bazı bir Türk'üm elbette umumileşik olunmaydı. Her xil yollara kirip getivatkan ahvallarını anlap kilovatımız hem de. Bu meselelerge meyli ata-anası bir yerde bağlarından bolsun, yoxlarından bolsun, bana bu yaşlarınki bizning bu millatninki kelgusi bo'lgan, hatto mishadagi Uyg'urlarning yüz abro'yi ashlarning qiliqlari qilayotgan ishlari shu yerdagi mishada yashayotgan Uyg'urlar bevosita ta'sir ko'rsatadi. Atrofdagi yashayotgan mishadagi yerli qarindoshlarimiz bizning ahvolimizni qarab turib, "Mamanda xalq ekan" deydigan gap. Ammo shundoq bir har xil yo'llarga kirib qilishiga kim mas'ul? Shuni biroz bir deyishib baqsaq. Bu münayet muhim sual. Bu aldığımızda bir qancha vaqtlardan bu yan izchil deyilib kelayotgan bir masala var. Bir Türk'üm yaş balalarni sal ko'nglimizga g'ash qiladigan yo'llarga menib qilyapti. To'la anglayapmiz deyilyapti. Endi zodi bu masaladan kelib chiqib kim mas'ul yo'qda buni tahlil qilish mumkin. Agar ota-onasi mushu yerda bog'lab eğer ulanın balları yine şu yaman yolu gidip falan olsa o çağda bunu birinci mesuliyeti ata-anasının geldiğini geçiyor. Peygamberimiz bu xuddi hadiste digini bir okşaş. Kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Yani hemmeler üzerlerinin padısıdın mes'ul. Yani üzerlerinin padısıdın hesapka tartılısıyla, cevapkar bulasıyla diğerleki. Bu noktada aytganda bir balanın taptın çıkıp ketiş ketmesliki, ahlaktan yiraklaşış yoki yiraklaşmasligi, yani bir odam bo'lish bo'lmasligi ravus. Eng dastlabda ota-onasi hisob beradigan bir masala. Agar ota-onasi mushu yerda bo'lsa, mushu chuqum oldingi shartni unutib qolmasligimiz lozim. Ota-onasi mushu yerda turibmi, bu mas'uliyatini ado qilmagan nurg'un ota-onalarni ko'ryapmiz. Shunga hozirgi mening bu javobim ota-onasini Babalar hakkında oldu.
Hem de əfsunlarlıq bir məsələ şu ki, mən ata-onalarning əməliyyatını biraz küzütüb beqish orqali his qilman. Vatandami mushuni ko'radi. Biz her daim balalarımızda ma'lum bir mesele yüz bergan vaqtda, ya'ni ma'lum bir masalaga biz ustgan vaqtda anandan keyin buni hal qilishim kerak ekan deb o'ylaymiz. Hech bir zaman meselenin oldini oladigan bir bo'lmayapmiz. Yani her daim kechikimiz. Ata-onalarda oldin ko'rarlik nihoyat kamchil. Masalan, bunday deyli. Menden to'la so'ralgan bir savol bor. Mening balam telefonga bak amroq bo'lib qoldi, telefonga xumo bo'lib qoldi, qanday qilaman deb so'raydi. Ata-onalar. Men shunda javob beraman. Bu bala tug'ilib amroqmidi? Telefonga. Bir bala bir telefonga amroq bo'lib qilish uchun shu oilada shu bola shu tili uzoq muddat ishlatgan bo'lishi lozim. Bir qatim ishlatish bilan, ikki qatim ishlatish bilan bir balada telefon xumori shakllanmaydi. Oddiy o'xshatma vaqtimizda bir odam bir qatim tamaki chekish bilan, ikki qatim tamaki chekish bilan bang bo'lib qolmaydi. Shunaqa. O chuqur tamaki xumor qilish uchun uzoq muddat chekish lozim. Endi shu ota-ona bolasinin telefondan qaqshab kelgan vaqtda u allburun bir mezgil telefonni balasiga bergan. Mesela uyga kelgan vaqtda men g'alvasidan biroz qochay deb bergan bo'lishi mumkin. Mehmon kelgan vaqtda balam bek qashliq ketdi, birdan bir zuvanini tinjiqtiray deb bergan bo'lishi mumkin. Birdan qutulay deb bergan bo'lishi mumkin. Shundan bu xumani asli o'zi yitirdirdi. Keyin balaning ko'zi qizirib qolishga boshlagan vaqtda, ko'zini uvlashga boshlaganda, telefonni bermasa o'zini yerga etib, yumulib, do'milab yig'laydigan bo'lgan vaqtda, anandan keyin, "Ey balam telefon xuma olib qopti" deb keladi. Amaliyotda balalarning shu holga kelib bo'lgan oraliqda xeyli uzun bir musofa bor. Mana mushu musofada bir ota-ona agar balaga bu telefonni xohlagancha tutqizsam, bir mezgil o'tganda xuma bo'lib qolishi mumkin deydigan, mushu masalaning natijasini ko'raydigan bir oldin ko'raylik kamchilik. Xo'sh. Endi mening bunaqa balalarning tatmin chiqib ketishiga bog'liq vaqtimda biz balalarimizga o'zgarishlarga baldur diqqat qilmaymiz. Uningga baldur ko'ngil bo'lmaymiz. Balam maktabdan soat 2'de kelish kerakdi. O da bir qancha kun bo'ldi soat 4'te 5'te kelyapti. 2-3 soat nereden nima ish qildi deganni o vaqtda so'ramaymiz. Qanday vaqtda so'raymiz ha? Maktabdan bizga telefon qilgan vaqtda. Sening bu balang darsga qatnashmayapti. Yoki ma'lum bir to'rxondagi bir odam bizga telefon qilgan vaqtda, men sizning balangizni to'rxonda ko'rdim, necha kundan yoqi degan vaqtda anodan ha, asli bundoq kelganda mening balam bundoq bo'lib qopti deb masala eg'irlab bir yerga kelgandan keyin bayqaymiz. Şunlaşqa bir yerdə mən ata-onalarga ta'kidlaydiganim, bir ata-ona bir oldin ko'rar bo'lishi lozim. Ma'lum bir masalaning oqibatini, muqarrar bir oqibatini bilish uchun unchalik o'tkir aqlning keragi yo'q. Biz oddiy bir narsani tasavvur qilaylik. Biz ko'chib ma'lum bir shaharga keldik. Bu shaharda o'xshamagan mahallalar bo'ldi. Ma'lum mahallalar bunda yaman nomi chiqib qolgan mahalla bo'ldi. Dunyo bo'yicha shunday qanday yerda bor bu. Ya'ni ma'lum mahallada bolalar kapsiz yoki u yerda asli zaharli chekimlik savdosi bo'lgan, o'g'riyanchiqchilik jiqroq bo'lgan mahalla bo'ldi. Bir ota-ona qaysi mahallada tursam bolaning o'sib yetilishiga foydali deganni oldin hukm qila olishi, bilishi lozim. Buni asli tekshirishi lozim. Undan keyin shu mahallada o'ltiraqlashmaslikni qaror qilish lozim. Ama bir ata-ona u mahallada palani tunuşum varken, palani yurtluqum varken deb u mahallaning qandaqligi, maktabi, ko'chasining, muhitining, aholisining qandaqligini kar yo'q, darhol berib o'ltiraqlash. Bir yil, 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin alasida masala ko'rgan vaqtda asli muddo emas yerda o'ltiraqlashib qolibdi deb qo'yadi. Yoki shunday deydi. Amaliyotda bu oddiy bir savol. Siz bir davlatga keldiniz, bir shaharga keldiniz. Qanday mahallada yashash bir bolaga ta'sir ko'rsatgan, hatto ba'zi jihatda, ba'zi tadqiqotlarda oilaning ta'siridan mahallaning ta'siri kuchli deydigan tadqiqot natijalari bor. Biz o'zimizning bolalik vaqtini o'ylab boqaylik.
Xo'sh. Agar biz yomon ishni eng dastlabda qilib tashlagan bo'lsak, masalan, tunji tamakini chekib soldik deylik, hatto bir aroqni ichib soldik deylik. Bizga dadimiz, akamiz o'rgatmagan onu. Amaliyotda dadimiz, akamiz onu to'sgan. Amaliyotda biz del mahalladagi shu bolalarning ta'siri bilan tunji yomon ishni boshlaymiz. To'g'ri. Demak, ata-onalardagi shu oldin ko'rganlikning yetarlik bo'lmaslik sababi har doim masala portlab hal qilinmaydigan olg'a kelgan vaqtda endi nima ish qilamiz deb so'raymiz. Doim boshqalar bir masala bor. Shuni yana eslab qoldim hozir. Biz shu masalaga o'xshab qolamiz deb o'ylayman. Eshak bilan tugi safarga chiqib, bir safarga chiqibdi bular. Shundan bu eshak tulib putlashadi ekanda. Menib tulib toshlarga putlashadi ekan yoki o'ydan chiqib yalanmagan vaqtda tulib yiqilib tizlari zida bo'lib ketdi. Eshak shunday tuga hech yiqilmasmish. Shundan bilan tuga adash. Bu sababi zot nima? Men bu yiqilib tizim yor bo'lib ketdi. Sen hiç yıkılmaydı ekansan. Şundan tüge o eshakka debdi. Qara. Men bo'ynimni tik tutib yo'lga qarab mana. Men qayerda cho'nqir yer bor, qayerda tosh bor, qayerda putlashadigan yer bor. Diqqat qilib mana. Kelgan vaqtda unda atlab o'tib ketalayman. Ammo sen beshingni ko'tarmayman ekansan. Shuning bilan kelgan vaqtingda sen tayyorlik qilib bo'g'ishi putlashib ketsa deb shunday javob berdi. Xuddi ko'pinchimiz mushu eshakka o'xshaymiz deb o'ylayman. Biz beshimizni ko'tarib yiroqqa qaramaymiz. Har doim masala yuz bergandan keyin endi nima ish qilamiz deb so'raymiz. Millat xarakterli hatto bizning shu siyosiy zulmlarimizni eslasakmi, mushuni ko'ralaymiz deb o'ylayman. Bu jihatda ota-onalarda birinchi mas'uliyat. Endi gapim biroz uzrab ketdi. Yo, bak yaxshi. Endi ota-onasi yo'q bolalarga nisbatan bizning Turkiyadagi ma'rif organlarimizning, tashkilotlarimizning birinchi mas'uliyati shular deb qo'ygan. Chunki bularni tashkilotlar bu bolalarning chuqur sonini elishi, maxsus bir ishxonni ta'sis qilib, shu bolalarning iqtisodiy turmushi, maktabi, turadigan yotiq qatorliqlarni chuqur kontrol qilishi va bir boshqarish ostiga olishi lozim. Buni haliqi amanat qilib qo'yadigan boshqa hech qanday yerimiz yo'q. To'g'ri. Ota-onasi bu yerda yo'q, bolalarning ota-onasi bizning tashkilotlarimiz. Bizning ziyolilarimiz, bizning ish ustidagi cho'nglarimiz. To'g'ri. Bu mas'uliyatni uningdan boshqa endi Turkiya hukumatiga ish deb qo'yilmaydi endi. Buningdan Turkiya hukumati mas'ul demaymiz. Buningdan eng avval biz mas'ul. Andan keyin shu bolalar yashaydigan mahallada turadigan cho'nglar mas'ul. Ularda ma'lum bir masala yuz bergan vaqtda, uni ko'zimiz ko'rgildigan vaqtda, bizning bolalarimiz chochlarini ola yeshil bo'yashga boshlagan vaqtda, shu vaqtda diqqat qilishga tegishli, shu vaqtda ma ish chatoq, yomon yo'lga menyapti, darhol tadbir qo'llanaylik deyish lozim. Rasmiy jidal yuz berib, qosh-qopoqli etilgandan keyin o'tirg'i chiqish emas, bayam deganimga o'xshash. Bizmi tugiga o'xshashsan, yiroqni ko'rib turib, muomala qilishimiz lozim deb o'ylayman. To'g'ri. Andan keyin bizning ziyolilarimiz o'ylamoqimiz. Ya'ni millatning minglari bular ustida mas'ul. Ya'ni qanda bularga bir chiqish yo'li topamiz. Ular maktabda nima masalalarga duch kelyapti, yoshlikda nima masalalarga duch kelyapti, ularning psixik qanday masalalari bor. Ro'yijatdan qanday masalalarga uchrayapti. Chunki ota-onasidan ayrilib qolgan bolalarning nurg'unlari og'ir yoki yengil darajada psixik masalalar bo'ldi. Ular ümitsizlanadi, ota-onasini sevinish, iqtisodiy jihatdan ota-onasidan ayrilib qolish qatorliqlarning hammasi ularga ro'yijatda og'ir zarba. Mana shularni ilmiy va diniy jihatdan qanday usul bilan hal qilamiz, qanday yengillatamiz deganlar haqida ilmiy asarlar yozilishi lozim. Bizga o'xshash ko'chmanlarning yoshlari yo'liqqan masalalarni o'rganib kelib, o'zimiz uchun tatbiq qilishimiz lozim. Chunki ko'chmanlik men to'g'ri deyman, biz Uyg'urlarning beshiga kelgan ish emas. Tarixdan buyon hozirga qadar nurg'un millatlar har xil sabab tufayli o'zining vatanini tark etishga majbur bo'lgan va boshqalarning vatanida bir ozsonlik sifatida yashashga to'g'ri kelgan. O'xshashda ularning bolalarimiz shu yangi jamiyat, yangi davlatda yashash davomida, moslashish davomida mushunga o'xshaydigan masalalar ko'rilgan.
Mesela Amerika cemiyetinde, bu cemiyet şuna sık eserleri qarab bakadigan bolsak, cinayet ötküzüş nispeti, zəhərlik chekimlikki adetlenip qelish nispeti, anandan keyin shu axloqiy jihatdan topdan chiqib ketish nispeti deganlarni nisbatlashtirgan vaqtda har doim ular deydigan Afrikalik Amerikaliklar, ya'ni Afrikadan kelgan niger Amerikaliklar, anandan keyin Janubiy Amerikadan ko'chib borgan Portugaliyalik yoki Ispaniyaliklar, ya'ni Hispaniklar, İspaniya neslidan bo'lgan Amerikaliklar qatorliqlar doim yuqori o'rinda turdi. Yani köçmellerinin balları, yerliklerinin balları qaraganda her daim ahlaki cihetin taptın çıkıp ketiş nispeti yuqori o'rinda turibdi. Hozir bizni shu xil masalalarga duch kelyapmiz. Mana bu xil masalalarni shu ispaniyaliklar, shu nigerlarning ziyolilari qanday hal qildi, qanday choralarni o'tirib qo'ydi. Ulardan biz örnek ala oladigan nurg'un narsalar bor deb o'ylayman. Mushu o'rtaq masalalarga nisbatan ular topgan usullarni bizni o'zimizga tatbiq qilsak, menimcha biz nurg'un uzun yo'lni qisqarta olamiz, tayyor natijani o'zimiz uchun xizmat qildira olamiz. Demak, xulosaga vaqtda ota-onalar, tashkilotlar va bizning ziyoli o'limalarimiz bu bizning yoshlarimizning masalalarini hal qilishda birinchi mas'uliyatni ustiga olgan kishilar deb qarayman. Nayet güzel bir söz oldu, Allah razı olsun. Hakikaten şu hem de ata-anası yok bulup mesela meyli Türkiye olsun, meyli Avrupa'daki her qaysi devletler olsun, yaşlarımızınki özünün milli kimlikini yok atmagan asasta özünün dini, örüp adetlerine, hemmesiga hürmet bildirgan, ahlaklık, yaramlık bir insan buluş için hakikaten şu cemiyetninki bir özümüz yaşayatkan devletkiler atıp koyuşku bulmaydigan bir mesele ikerliki bunu ciddi bir şekilde ta'kidlashimiz kerak bo'lgan nuqta deb qarayman hamda. Shu Turkiyada afsuslanarlik masala hamda. Bu xuddi islomda bir yurt ahli, bir musulmon yashayotgan bir yerda birasi uylab qolgan bo'lsa, musulmonlardan birisi yoki bir turkumi uning jinozasini tushirayotgan bo'lsa, boshqa musulmonlardan saqit bo'lgan gap hamda. Gunoh bo'lmaydi. Bir musulmon agar shubhat qilib qolsa, boshqasi ega chiqmasa uningga bütün şu yerda yaşayotgan barliq musulmonlar gunohkor bo'lgandek, o'zimizning milletidan, qinimizdan bo'lgan bu yoshlarimizni albatta bularning nima ish qilayotganligini tekshirib turish har qaysi davlatlardagi Turkiya boshda bu haqiqatan bir jiddiy qo'l tiqishga kerak bo'lgan masala. Programmamizning oxiriga kelib qoldik. Albatta İstanbuldagi ba'zi biz paranglashgan yoshlarimizning ahvolini tilg'ab o'tdi. O'zining beshidan o'tganlarni. Oxirida shu yoshlarimizdan nimani kutamiz? Shuning bilan tugatsak. En muhim savol bu hamda. Hamma gapni qilganimiz bilan yoshlarni ish qilishi lozim. Yoki shu yoshlarni o'ylab turgan bu ABQma qarindoshimizmi bu G'uljidan kelgan qozoq qarindoshimiz Uyg'urchani bizdeklam so'zlaydi mana. Mushu va mushning o'xshash tangtushlarimizni Yevropaga mangmoqchi bo'lib mang'idim hamda bir erkinroq bir yerga chiqay, bir ish topay, u bu degandek har xil kaldistiki planlar bilan chiqiqliq, nurg'un xatarlarga uchraqliq va buningga o'xshash xiyolidagi nurg'un insonlar bor demasan dunyoning hamma yerida. Men yoshlardan kutadiganlarim ne yoki kutadiganlarimiz ne dey? Ben bir qancha nuqtaga bir yig'inchoqlab so'zlab qo'yay. Eng avval bir hozirlashga tegishli bir psixik sapasi yoki psixik xarakteri jihatda menimcha bunda 3 omil nihoyatda muhim. Birisi bolalar o'ziga ishonishi lozim. Psikologiyada shu o'ziga ishonish, ishonmaslik bir insonning psixik sog'lomligining yadrosi deyiladi. Ya'ni bizning barliq psixik masalalarimiz tegi tektidan aytganda bir odamning o'zining qimmati, roli, qadriga nisbatan ishonchining yo'qligidan tug'iladi. Masalan, biz bir odamni xuduksirab ketdingiz ya degan vaqtimizda, shu xuduksirashning tegida shu odamning o'ziga bo'lgan ishonchining tavarnib qolganligi yotgan. Endi biz yaşayotgan jamiyatimiz yoki biz yashab kelgan jamiyatimiz Uyg'urlarning o'ziga bo'lgan ishonchisini barbod qiladigan bir jamiyat.
Mesela deyli, biz şu Xitay tüzülmesinde yaşaş devamında Uygurlar biz kiçikimizden başlap mekteplerde özümüzün okuşta neticede Xitaylarga yetmeydiganligimiz ait ustalık bilen bizge sığdırılgan yanımızda. Mesela biz kiçik vaqtlardan başlap to'liq o'tir imtihonga qatnashgan bolalarga e'tibor numur qo'shib berdi. Ya'ni Uyg'ur bolalar Xitoy bolalarga qaraganda imtihonni tuvan oladi. Shunga numur qo'shib beramiz. O qarmoqqa e'tibor qilgandek qilgan bilan amaliyotda tegi taktidini aytganda u bizning o'zimizga bo'lgan. Ya'ni Uyg'urlar matematika bilinmaydi. Uyg'urlar tabiiy fanni yaxshi o'rganmaydi. degan bir narsani bizning dinimizga urib singdirdi. Keyin asta biz mi shunda o'ylaydigan bo'lamiz. Zaten biz matematikani bilmaydi ekanmiz. Biz matematikani Xitoylardek bilmaymiz. Biz zaten matematika o'rganmaymiz. Asta biz qilolmaymiz. Ular qila oladi. Deydigan yerga keladi. Masalan, men bir narsani takrorlayman. Bizde bir maqol tamsil bor. Dixon bolasi kadr olmaz, egri yağaç badr olmaz, dixon bolasi kadr olmaz deydi. Bunun ma'nosi nima? Yani millet karakterlik, yani bizden bütün dixonlarimiz, bizden balımız yaqancha yaxshi o'qisin. Birisi yaxshi o'qiyanmaydi. Yaxshi o'qiy olgan taqdirdami, kelgusida kadr olanmaydi. Kadrning balasi ondan kadr bo'la oladi. Bayning balasi ondan boy bo'la oladi. Ammo dixonning balasi yana qayta yenib kelib dixonli bo'ladi. Yani ata-ana özünün balasıqa muşunda sığdırdı. Balam sen qancha o'rgansan mı? Yani qaytib kelib etizlikda ishlaysan. Mana bu xil pozitsiya, bu xil tarbiya Uyg'ur millatining 90%dan ortiqini tashkil qiladigan dehonlar qatlamida bu şey mavjud. Shu maqol tamsil o kadar qabul qilinganki, mesela men Yezida 2-3 yil o'qituvchilik qilib boqqan. İntayin çoğunkur təsiratım var. Yani Xitay tüzülmesi meydana egeyen bir adaletsiz təqsimatdan bizden atalarımız, yaki bizden rixallarımız yekilluğun bir hata. Hata bir xulası. Ama üzüge işenç bulmağa vakitte bir insan hayatında meyli kesitde, meyli hayatta, hatta ayarlıq turmuşu da ki netice kazanmaydı. Kesitde netice kazanmaydı. Ayarlıq turmuşu xatircem bəxtlik etmeydi. Anadaki en çatak yeri bu yüzüge işenmezlikini ballarına miras kılıp kaldırdı. Şu an ki erkanda sahada netice kazangan, muvaffakiyet kazangan bir adamın yüzüge işenmeyen bir adamdan buluşu asasen mümkün emez. Yüzüge işengen kişilerle andın netice kazanırlar. Şunlaşka eğer azı yaşlarımız çetlerde yaşaş devamında yüzünü şu yerlik ve yaşlarla seliştirip mesela Türkiye'de koyatkan valla, eğer Türk okuşlu dersine ait yaxşı olsa, üzüne ait yaxşı ifadeli edilse, şunla üzünü ulağı seliştirip, ularning ata-anası boğaçka şunda yaxşı, ularning iqtisadi g'imi bo'lmag'achqa, şunda yaxşı koyatdı. Deb, üzünü ulağı seliştirish orqali üzgü bo'lgan ishonchisini zedilese, ana ait xato oldu. Şunlaşka yaşlar her daim üzgü bo'lgan ishonchni turg'izishni nima anlık bir hareketga aylandirishi lazım ve bu haqda tirishishlar lazım. Hoş. Çünkü üzenge ishonmasang hech nimang yo'q desak xato bo'lmaydi. Albatta bu o'zga ishonish psixologik nuqtadan texmi uzun, ayrim bir programma qilib to'xtalish tegishli bir tema edi. Shunda demak, muhimlik nuqtasini bir ta'kidladi. Ama ikkinchisi yoshlarimizda chuqur bir ruh bo'lishi lazım. Ya'ni bo'shashmaslik ruhi. Matonat deb ma'taf qo'yamiz. Bo'shashmaslik ruhi deganimiz bu bundan narsa. Bu ergiziligi bir ishga tirishchanlik ko'rsatib to'xtab qolish emas. Balki uzoq muddatlik bir nishonga nisbatan 5 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yil bel qo'yib o'tmaydigan bir xil bo'shashmaslik. Ya'ni qayta mag'lub bo'lsakmi o'rnimizdan tura olmaydigan. Bir qatim ishlatib mag'lub bo'lganligimiz bilan darhol men bu ishni qilolmaydi ekanman, men buning ahli emas ekanman deb o'zimizga tamg'i besib o'tadigan bir xil mag'lubiyatchilik ruhi emas, balki men tirishsamla, bo'shashmasamla, bel qo'yib o'tmasamla bu natijaga chuqur erisha olmayman deydigan bir bo'shashmaslik ruhi bo'lishi lazım.
Xo'sh. Hozirgi ba'zi psixologiya tadqiqotchilarining odamni muvaffaqiyatga erishtiradigan psixik fazilatlarni tizgan vaqtda shuni hozir birinchi o'ringa qo'yayotgan ba'zi tadqiqotlar bor. Ya'ni bo'shashmaslik. Balkim biz zihnimizning o'tkirligi yoki ojizligi jihatda farqli bo'lishimiz mumkin. Masalan, eng aqllisizlik, eng ro'shan his qila oladiganimiz esda saqlash deydi. Masalan, ba'zi bolalar shundaqla bir qatim o'qib yodlay olishi mumkin. Ba'zi bolalar 4-5 qatim o'qib yodlashi mumkin. Ba'zi bolalar 4-5 qatimdan jiq o'qiganda aran yodlay olishi mumkin. Ondan keyin maktabdagi kechirmishlarimiz farqli bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi iqtisodiy yaxshi ota-onalar yaxshi shaxsiy maktablarga bera olishi mumkin. Deganga o'xshash har xil muvaffaqiyat qozonishga ta'sir ko'rsatadigan sabablar bor. Ammo shularning ichida oxirgi hisobda natija qozona oladiganlarning mutlaq ko'p qismi aqlliqlar emas. Oila kelib chiqishi yaxshi kishilar emas. Eng muhimi bel qo'yvatmaganlar. Bo'shashmaganlar. Endi hayot bir marafonchi yugurishga o'xshaydi. Bu herkes qisqarliq yugurish emas. Pellenin baldur chiqqanligi uning cho'qim oxirgi manzilga baldur borganligini direk ko'rmaydi. Bu isimimiz bo'lishi lozim. Faqat to'xtab qolmaganlarla andan keyin oxirgi natijaga erishadi. Shunlashqa bizning yashashimizda shu bo'lishi lozim. Aslı mansanglı mayli, ama to'xtab qolma. Bu hayotda har vaqt 100 metrlik surat bilan yugurmaymiz. Erib qolamiz. Erib qolsak mayli, charchab qolsak mayli, yiqilsak mayli. Ammo yetib qolsak mayli emas. To'xtab qolsak mayli emas. Endi uchinchisi mustaqilchanlik rolimiz lozim. Ya'ni mustaqilchanlik degan vaqtda maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı özümüz qamdayalaydigan, özümüz tayinalaydigan. Qiyinchilik yoki tashqi sharoitning nacharligi ustidan o'zimizga tayinib sababi ben nurg'un o'quvchilardan, yoshlardan eng ko'p anglaydigan shikoyatning birisi yaxshi o'qinglar degan vaqtda bizga qaytaradigan bir inkos nima desa maktab toza yaxshi emas mahalla. Bizning o'qituvchilar toza mas'uliyatchan emas. Maktabimizning kütüphanesinde kitap yeterli emas. Deb ma'ni ko'rsatdi. Ya'ni agar mushu sharoitim yaxshi bo'lib ketgan bo'lsa, men qaltis bo'lib ketibdim. Mening mushu yaxshi o'qiyanmasligimdiki, mening mushu qaltis bo'lolmasligimning sababi mening atrofimdagi sharoit, bütün mas'uliyatni atrofidagi sharoitga ortdi. Qarmoqqa u to'g'ridak qilgan bilan amaliyotda u mutlaq ko'p qism yosh bolalarning o'zini o'zi paypilishi, o'zini o'zi aldishidan boshqa narsa. Bizning Mehmet Ali Efendi'nin bir işi var. Mehmet Ali Efendi o'qish uchun Turkiyaga keldi. Turkiyaga kelgan vaqtda dastlabda maktabga kirolmaydi. Maktabning ishchisi bo'lib ishlaydi. Maktabning ishchisi kelgan vaqtda ders anglaydi, derizesi uçuk sınıf peşine verip anglaydı. Yani sınıfın sırtı turib. Şunun bilan bunu ko'rgan maktab mas'ullaridan birisi nima ish qilyapsa desa ders anglayotgan degandan keyin uningdagi ruhdan ta'sirlanib sinfga kirib qo'ydi, shuni bilan o'qiydi. Endi shuni bir selishtirib ber. Masalan, Turkiyada qaysi bir o'quvchining ahvoli hozir men tilga olgan Mehmet Ali Efendining sharoitidan nachar. To'g'ri. Amaliyotda u tegi takdirni aytganda o'zimizga bog'liq. Biz mustaqil ruh bilan yetishtirilgan avlod emas. Qanday desangiz, biz vatanda maktabda o'qisak, bütün maktabda o'qiganlarning g'ami o'qish tugagandan keyin mutlaq ko'pimizning g'ami. Ota-onalarning g'ami shu, davlat yetishtirgan tuzilmami shu, o'qish bitirib, oliy maktabda o'qib, undan keyin hukumatga ishlash. Yani hükümetin ma'lum bir organıda, yani tömür tabakka erishish. Bunun yana bir ma'nosi, sen üzerinin küçüğü tayinib can bakanmaysan. Sen çuqum bir o'rniga kirmasan, bir maaş almasan, sen öz iqtidarını tayinib can bakanmaysan. Degan bir uçur hammamizning bizning zavod tanishkimizga yezib etilgan. Shunlashqa masalan, vatanda bunda bir narsa nihoyatda ko'p uchraydi.
Bir bala Ali mektebini bütüyor deyli keldi. Şuna olan, eğer o selilki tevekkülçürek, sel bir gayz var bala olsa ata-anasına deydi. Dada ana, bana alacak pullarınla ben bir ticaret kılmakçı, bunda bir iyilik tikleydim. Yaki 50 bin son birinla, yaki 100 bin son bilse, mutlak köp kısım ata-ana kanday imkaz kaydırdı. Balısının oğul ruhidin, oğul tevekkülçülükidin söyünmeydi. 99% ata-ana söyünmezdi ki bu. Eksice nimdeydi? Balam, aran Ali mektep tutturdun, diplomunu aldın, bir hənimi kılsak kılıp seni məlum bir organga kirgüzili. Aşı balısqa beğenmegen 50 bin, 100 bin, hatta 200 binni para verip başkalarına para veriş arkalı hizmet ornağı eriştirişini tallaydı. Yani kelgüsüde demelişki çıkan vakitte mi maaş veremezsin o. doğru. Deydiğin bir xil fevkuladde zeybanı bir ruh babına atıkıydı. Biz bundan bir ağzı tenkitsek yıllarca işlep mi tep bulanmagan? Yıllarca işlem tep bulamayız. Bunun en mühim cerahet biz öz küçümüzge tayyip cenimize bakanmayımız. Bu şu hükümet olması biz hiç ne vermez. Hoş. Deydiğin bir uçurma. Yani biz müstakil bir ruhta devlet tarafından mı, aile tarafından mı yetiştirilemez. Mesela bir atağını bizde 20 yaşlık bir balasıga, eğer ticaretçili olup kalsa amal yok. Balları çok dükkan vardı o ya ki, şunu ügünüdür. Ticaretçiler ballarını ticaretçi kılıp yetiştirdi. Ama mektepte okudu degenden ki yılla, bizden şu oylaydığımız, çokum mektepte okuduğun kelgüsünü bir yerde işleydi. Maşallah da böyle. Yani öz küçüğü tanıyıp can bakıdı da oylayamayız. Bu huddi özümüz mağalaydı. Ama kiçikimizden başlap bizden kulumuzga hası tutkuzup koyganlığı üçün çoğun olgandan keyin bu hasını taşıp etemeymiz. Bu hasa ameliyatda bizden 3. putumuzga ayırıp koyup bolgan. Bu hasıdan ayrılıp yaşashını tasavvur mu kılamayız? Bu nokul can bekişlerle çekinip kalmaydı. En xatarlik tarafı bu bizim hayattaki barlık işleri tutan pozisyonimizge kadar takılıdı. Mesela biz hazır çetinlik çıkardık ki kada oylatımıza. Falan devlet undaq vermedi, falan teşkilat undaq vermedi, falanı bana unda yardım kılmadı. Dep, kəsi kəməz, urunluk ya ki urunsuz şikayet kakşaştın başka nesi yok. Biz benim bir şikayet kıldırıp atkan, kakştırıp atkan, muşu zihniyetinin tigide şu xil taşqi küçüke nispeten haddidi şunlaşqa bu müstakilçılıkını ta'kidlashning sebebidir. Her bir Uygur yekki noktada öz üzüge özü tayina alaydigan. Öz küçüge tayinip özünün cennine baka alaydigan. Öz küçüge tayinip özünün manevi ihtiyacını kandıra alaydigan, özüge özü bir teselli bir alaydigan. Özünün cerahatlerini en zor derece özü yalap, özü melhem bulalaydigan. Bunda bir iktidarı gibi olan vakitte Uygur cemiyetinde mana bu müstakilçılıkka ega yaşlarning soni ko'paygan vaqtda bizning mustaqilligimiz tezlashadi. Xo'sh. Chunki u bir ruhning mahsuli. Mustaqillik deyapti. Ehtidan aytganda shu mustaqillik talvilarcha, saranglarcha yetishgan bir ruhning mahsuli. Endi psixik sapoji haqida texnik jiq narsalarni deyish mumkin asli. Mana shu uch bilan xulosaga keltirdik. Endi hozirlashga tegishli iqtidor bizning yoshlarimiz. Birisi ijodiy bo'lishi lozim. Ya'ni ijodchanlik iqtidorini favqulodda muhim o'rin qo'yish lozim. Hozir hammamiz taqlidchilik bilan bo'layapmiz. Xuddi vatandima birisi ma'lum bir mahsulotni ishlasa, yana bir shirkat shuning mahsulotini ko'tarib Xitoyda ichki zavodlarga kirib, mushuningga o'xshash yasab beralamsa deb mahsulot ishlaydi. Yani aydım nomussuzluk bilen doğru ayttık, taklit kıldık. İcadi bir nersimiz yok. İcatçılık kudu şuna okşaş, bizge ticaret soğududu muhim emas. Bugün hükümde hazır bizden davayımızda muhim. Qarab bakalım, birisi bir haber kanalı kıldı. 10-15 adamı okşaş haber kanalı kıldı. İcatçılık. Yani başkalarına okşamayıgan neme kılalayma. Qanda qilsam yeni usul bilan boshqalarga qaraganda texmi yaxshi unum va natijani qo'lga keltira olaman.
Doğru. Çünki bir adamın qimmati uning farqida. Uning farqi uning ijodkorligida. Biz qancha boshqalarga o'xshab qolgan sari qimmatsizlikka qarab mang'an bo'lamiz. Çünkü bizim qimmatimiz boshqalarga o'xshamagan o'ylay olishimizda, ijod qila olishimizda va farq yarata olishimizda. Mana bu ijodkorlik bizning yoshlarimizning energiyasida mavjud. Hamda ikkinchisi, bizda eng yo'q bir iqtidor. Ammo navbatda Uyg'urlar uchun eng lozim bir narsa. U bo'lsa-mu hamkorlik iqtidori. Hamkorlik amaliyotda bir iqtidor. Xo'sh. Bizning ajdodlarimiz hamkorlashni bilmaganligini bilmayapmiz. Hamda hamkorlashish bugungi kunda bayam deganimga o'xshash, mayli tijorat, iqtisodiy nuqtadan aytaylik. Bizning o'sha siyosiy da'voyimiz nuqtasidan aytaylik. Agar Uyg'urlar, agar hozirgi yoshlar hamkorlashishni o'zini ota-buvilarga o'xshash bilmasa, bu vaqtda bizning da'voyimizning kelgusi nihoyatda xatarlik bir yo'nalish qarab mang'an bo'ldi. Buni kesib aytish mumkin. Mayli bizning shaxsiy iqtidorimiz dunyoviy saviyaga yetsin. Agar hammamiz o'zimiz qurib olgan bir tog'ning atamoni bo'lma degan vaqtda biz hech qanday cho'ng ishni bo'libmi da'voyimizni yuksak pallalarga chiqarmaymiz. Chunki siyosiy da'vo bu kollektivning ishi, u bir hamkorlikning mahsuli. Hamkorlik u yetildirishga tegishli bir iqtidor. U o'zigidan paydo bo'lgan narsa emas. Bu hamkorlikda ish taqsimoti bo'ldi. Boshqalar bizga ish o'rinlashtirdi, uni vaqt bo'yicha oladi, hisobini oladi. Biz uni berishimiz lozim. Muayyan bir vaqt ichida belgilik bir nishonimiz lozim. O'xshash bir ishni bir qancha parchaga bo'lib chiqishimiz lozim. Shuning hammasi bir iqtidor. Ba'zida bizni bir ishga buyursa bizga xo'sh yoqmasligi mumkin. Yana birisi bilan hamkorlashish, onun ba'zi qarashlarimiz yoqtirmaganligimiz uchun uni bilan bir ish qilishni xohlamasligimiz mumkin. Mana shularning hammasi bizning da'voyimizni faoliyat chalg'i tushirib qo'yadigan ajallik ojizliklardan iborat. Xo'sh. Shuningdek bu hamkorlik bo'lmaguncha, bu hamkorlik iqtidorini bizning yoshlar maxsus o'rganib yetildirmaguncha bizning ishimiz chatoq. Ilmiy ishdan boshlab tijorat, iqtisodiy ishlarga qadar siyosiy da'voyimizda biz o'zimizning shaxsiy iqtidorini qanday yetildirgan bo'lsak, boshqalar bilan bo'lgan hamkorlikni shunday yetildirishimiz lozim. Masalan, bunday bir narsani tasavvur qilib boqaylik. Biz dunyoga danglik shirkatlarni olamiz. Masalan, Amerikaning Walmart deb bir dunyodagi eng chong bir tanlov bozori shirkat. Hozir mening bilishimcha, uning dunyodagi do'koni az deganda 8000 atrofida bo'lishi mumkin. Bir qancha yil burun 5000 do'koni borligini ko'rgandim. Dunyodagi eng chong podsiyat so'diga. Onun qo'lasida ishlaydigan bir qancha million odam bor. O dunyoda 100 dan ortiq davlatga tarqalgan. Amaliyotda u cho'ng bir tashkilot. Uning ichida g'oyat zo'r bir hamkorlik sistemasi mavjud. Shu kishilar necha million odamni shu bir organ qurilmaning ichida xuddi g'oyat zo'r mashinaga o'xshash harakatlantirib, shu g'oyat zo'r iqtisodiy boylikni yaratyapti. Uning tegi taktidan aytganda hamkorlashtirishdan iborat bir mexanizm bor va mush iqtidor bor. Ammo biz vatanda bir do'konni 3 odam qamlashtirib ocholmagandik. Bir shirkatni bashimiz bir qamlashtirib mang'uzolmagandik. Qamlashtirib sherikchilikni qilolmagandik. Ayrılıb ketmagan sherikchiliklar asosan yo'q. Chunki men savdo sohasida bir qancha yil yurgan. Buni biroz bevosita tajribalarim bor, bevosita kuzatganlarim bor. Hele hem iqtisodiy jihatda sheriklashishda qanday qamlashtirolmagan bo'lsak, bizning ba'zi da'vodagi ba'zi ishlarimiz shunga o'xshab qolyapti. Ya'ni hamkorlashamayapmiz. Hamkorlashamaslik uchun son-sanoqsiz bahonalarni o'ydirib, o'zimizning ko'nglimizni o'zimiz xo'sh qilyapmiz. Palonning ma'lum bir mijozining qamlashmaganligi, bo'lmaydiganligi, uning o'zini cho'ng tutilganligi yoki uning o'zini ham deganini gap qilganligi. Amaliyotda hamma inson o'z o'rniga qo'yilgan vaqtda, ya'ni hamkorlikdan iborat cho'ng bir mashinaning ichida u bir unum yarata oladi. Bu xuddi bir mashinaning ventisiga o'xshash. Agar o'z o'rniga qo'yilmasa, natija shu.
Şunlaşqa bizning yoshlarimiz hozirdan boshlab mushuni o'rganishi, yetildirishi lozim. Hamkorlikni. Xo'sh. Endi uchinchi iqtidor intizomchanlik. Bu hamkorlikning jini. İntizamchanlik degan vaqtda turkcha tuli deb qo'ygan bir gap disiplin. Disiplin degan amaliyotda shu intizom. Bir odam o'zining hayotini bir intizom ishiga akramaganda, u hech qanday natijani olib kelmaydi. Ya'ni siz qilishga tegishlik, qilish zarur ishlarni emas, har doim ko'nglingiz xohlagan, nafsingiz tortgan ishni qilib ma'lum odam bo'lib qolsangiz, hech bir zaman sizning qo'lingizdan ish chiqmaydi. Masalan, bir haftaning ichida tugatib tegishlik bir kitob bor tarjimasida. Uni qilg'ingiz kelgan chog'da qildingiz. Qilg'ingiz kelmagan chog'da tashlab qo'ydingiz. Yoki sizga o'rinlashtirgan bir vazifa bor. 2 kun ichida qilishingiz lozim. Siz uni intizomchanlik bilan qilmay, ya'ni o'zingiz boshqarib tugatmay, uni haftaga so'zdingiz. Asta-asta siz o'zingizning qimmatini shu jamoat ichida yo'q qilasiz. Ya'ni intizomchan bo'lmaguncha bizning hayotimiz, bizning turmushimiz xuddi qashasi yo'q saylikka o'xshash, xohlagan to'g'i o'ydaklik kirib, petiqlaydigan bir etizlik aylanib qoldi. Masalan deyli, siz bir ota-ona, hafta oxirida balangizga yoki oilangizga bir oila yig'iningizda. O sizning oilangizning bir intizomi. Agar siz uni bir intizom sifatida bir astoydil muomala qilmagan vaqtingizda sizga birisi bir telefon qilib, "Adash, shanba kuni bir choy ichishil" degan desa, ma'qul deb ketaverasiz. Yo'q, mening bu yerda bir bekitib qo'ygan bir ishim bor. Men tugatishga tegishli bir ishim bor deyanmasangiz, o vaqtda siz bu hayotdan hech nima qo'l keltirolmaysiz. Chunki bir odamning ma'qul deydigan prinsiplari va yoqdaydigan prinsiplari aniq bo'lishi lozim. Bu intizom orqali bo'ladi. Siz hamma odamga ma'qul deydigan bo'lib qolsangiz, o vaqtda sizning o'zingizning hayoti bo'lmaydi. O'chaq sizning bu hayotingiz amaliyotda mustaqil o'zingizga tava hayotni bo'lolmaydi. Har doim boshqalar kontrol qiladigan, boshqalarning telefoni orqali qilib ma'nogan bo'lib qolsangiz, qanday bu to'g'ri emas. Shu intizomchanlik bizning yoshlarimizga nisbatan. Masalan, kino ko'rgim kelib qoldi deb kino ko'rsangiz bo'ladi. O'zingizni bir boshqarib bir chiniqolmasangiz, bir tuzum ichida. O'zingizni boshqarib kitob o'qiyolmasangiz, o'zingizni boshqarib ma'lum bir yaxshi ishni odatingizga aylantira olmasangiz, keyin siz hech nima bo'lolmaysiz. Endi uchinchisi, endi hozirlashga tegishli 3 odat. Birisi, hozirgi yoshlarimiz cho'qim o'zligidan o'rganish odatini yetildirishi lozim. Siz mayli maktabda o'qing yoki o'qimang, buni bilishingizdan qat'iy nazar, bugungi kunda o'zligidan o'rganish odati yo'q odamlar, hatto mayli ziyolilar, hatto ahli o'limolar bo'lsin, agar bir o'zligidan o'rganish odatiga ega bo'lmasa, nihoyat tezla ko'nrab ketamiz. Biz buni xohlamayli shunday bo'ldi. Chunki bir inson bir davrning, bir jamiyatning ichida andan inson. O jamiyat shu davrning savollariga javob berish uchun har vaqt shuningga yuzlanishi lozim, o'zini shuningga moslashtirish uchun o'zini har doim isloh qilib turishi, o'zgartirib turishi lozim. Uning yo'li o'zlikni o'rganish. Shuning uchun men bir gap deyman. Yaxshi o'quvchilar o'qituvchisi o'rgangan narsani o'rganadigan o'quvchilar. Ammo haqiqiy qaltis o'quvchilar o'qituvchisi o'rgatmagan narsani o'rganadigan o'quvchilar. Her vaqt o'zligidan o'rganish ruhi bo'lgan vaqtda umrining oxirigacha, xuddi payg'ambarimiz hadisida deganiga o'xshash, beshikdan tushgacha o'rgangan vaqtimizda biz hayotimizning har qanday bosqichida duch kelgan xiris, har qanday masalalarga nisbatan darhol ochqish topa olamiz, darhol uni hal qila olamiz. Chunki biz doim o'rganib turibmiz. Masalalarga nisbatan darhol hal qilish usulini biladigan bir odatimiz bor. Agar o'zligidan o'rganishni tashlayotgan vaqtimizda maktab tugaganlarimiz bir mezgil o'tgandan keyin asta-asta kavga kelmaslikka boshlaydi. Kitob o'qish. O'zligidan o'rganish bilan bu kitob o'qish endi bir tuqqan. Men kitob o'qishni har qanday so'rinda intayin ko'p ta'kidlayapman. Buningdan keyin men ta'kidlayman. Uyg'urlarda bir kitob o'qish inqilobi qo'zg'alishi lozim deb o'ylayman. Bu kitob o'qishning foydasini bu qisqa vaqtda so'zlab tugatishni aytib qiyin. Ammo shunda bir obrazli o'qishda inson aqli bo'lganligi uchun, ruhi bo'lganligi uchun inson. Allah insonga aql berganligi uchun ondan vahiy avatgan va payg'ambar avatgan.
Yani vahiyni ve peygamberini tushunadigan aqlni bilib bo'lgandan keyin andın vahiyni ve aqlni öğretken. Eğer insan özünün yegenleri tarafidan insan bo'lgan bo'lsa, ya'ni o cismani ihtiyacını kandırırsa insan olgan bo'lsa vaqtda uningga payg'ambar avatilmagan bo'ladi, vahiy avatilmagan bo'ladi, to'g'ri yo'l ko'rsatilmagan bo'ladi. Chunki bizning jismoniy jihatdan qaragancha yo'ldan tutib egagan bir mushuk, bir itdan bizning farqimiz yo'q. Bizda bor o't uningdan bor. Bizda bor qon uningdan bor. Bizda bor mina uningdan bor. Bizda bor pot, qo'l uningdan bor. Fakat onu tutulmağında biz ölümağımız. Yani mahiyetlik farkımız yok. Cismani cihet. Bizim uladın farklandırırken mahiyetlik neyse, bizim ruhiyetimiz ve aklımız. Onda olanda sual şu. İnsan neyse, akıl ya ki ruh değilse o vakitte insan için en mühim neyse, cismi için mühim neyse, bu ya ki akıl ruhu için mühim neyse. Bu şuna cevap versek la, kitap okuşun cevabını tapınız. Üçüncüsü, hani ben bek takitleyime bunuma. Yaşlılar çenikişi lazım. Beden çenik duruşumuz lazım. Bu ılıkımda adetteki işimiz. Beden çenik duruş, bizim koşumçu hevesimiz emez, belki bir hayat adetimizge aylanışı lazım. Bizim psik sağlamlığımız noktasıdır. Minimizin ötkür buluş bu. Esnaflaş kabiliyetimizin yakışı buluş olmaz. Mana şularning hammasi bizning nimamiz bilan badan chiniq turishimiz bilan bevosita. Ruhimizning ko'taranki bo'lishi, o'zimizga bo'lgan ishonchimizning yuksak bo'lish bo'lmasligi bizning badan chiniq turishimiz bilan bevosita. Bugungi kunda chet eldagi har bir yosh, har bir Uyg'ur badan chiniq turishi lazım. Bu bizning majburiyatimiz, hatto dibiyatimiz deb o'ylayman. Vatanda buni o'ylab qo'ying. Üydün bir çeniqish uskunasi tepilgan yoshlarni Xitoyga tutib ketdi. Bu lager başlanışdan burun 2010-yillardan keyin boshlangan ish bu. Bulupmu janub taraflarda, Xotan, Aqsu, Qashqar taraflarda üydün bir ko'taradigan bir dumbbell chiqqan, shtanka chiqqan, tortadigan prujina chiqqan bolalarning hammasini tutib ketdi. Nimishqa? Sen badan cheniq turib nimish qilmoqchi? Mushu savol uchun. Ben daim eğer biz mühim yoki emasligini bilinmay qolsak, biz Xitoyning shu masala haqida bizning pozitsiyamizga qarab qolsak bo'ladi. Xitoy bizni eng tortib olmoqchi bo'lgan narsa, bizga eng muhim narsa. Xitoy bizga eng ko'p bergan narsa, biz uchun eng qimmati yo'q narsa. Biz shu formula bo'yicha o'ylansak, nurg'un narsalarning javobini topa olamiz deb o'ylayman. Xo'sh. Shunlashqa oxirgi tavsiyam chiniqish. Men endi gapni bek uzatmayman, shunchalik yakunlay. Asli yoshlar uchun texmi ko'p gaplarni qila olishimiz mumkin. Ama yig'inchoqlab shularni deyishim to'g'ri. Rahmat. Ko'p rahmat, haqiqatan ixcham bir şekilde bek tafsili güzel bo'ldi. Allah razı olsun. İnşallah bu milletimizdeki parlaq kelgusi uchun eng qimmatli bo'lgan yoshlarimiz, kelgusi avlodlarimiz bo'lgan bu mas'uliyatimizni hammamizdan his qilib yetishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Shuning uchun bu programmalarni qilyapmiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Mayli ota-onalar bo'laydi, mayli har qaysi davlatlardagi, jamiyatlardagi rahbarlarimiz mana bu millatning kelgusi bo'lgan yoshlarimiz haqida bularni taraqqiy qildirish, bularni texmbak har xil sohalarda yetishtirish uchun insonni chuqur planlar bilan agar ota-ona bo'lsa, ota-onasi buni jiddiy qo'llaga turgan shaklda bo'lmasa nurg'un yoshlarimiz mana bugungidek ota-onasidan ayrilib qolgan bir shaklda yashayotganda albatta bu jamiyatdagi cho'ng mo'tabar kishilarga, jamiyatlarga tushadigan jiddiy bir vazifa. Bu sal qaralgan vaqtda keyin pushaymonlarga qoch topolmaydigan davrlarga kap qilishdan burun Rabbim buni jiddiy bir shaklda qo'l tiqishga to'g'ri keldi. Ham biz ko'rib turibmiz, nurg'un yaxshi ishlarni qilyapti albatta jamiyatlar, shu sohadagi xizmatlarni qilayotgan jamiyatlarimiz. Buni texnik kuchaytirish kerak, hargiz yetarli emas deb qaraymiz. Bu media orqali biz boshqa har qaysi davlatlardagi bir sohada nihoyatda yetishgan, suyundigan, insonni suyundiradigan ishlar bo'layotgan bilan yana bir tarafda ojizlashib qolgan taraflarni yana ko'rib yetib
mayli şu milliy urf-odatni saqlab qolish, tilni saqlab qolish masalasi bo'lsin, boshqa taraqqiy topgan davlatlarda yashayotgan xalqimiz masalan bu masalalarni jiddiy kun tartibga akab bosh qotiradigan masala ekanligini bu ekrandan chaqiriq qilamiz. Rabbim inshaalloh pat arada o'zimizning mustaqil aziz vatanimizda hurligimiz bilan yashashga muyassar qilishini tilash bilan birga oldimizdagi sonda yangi bir mavzu bilan uchrashtirguncha Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.